Mirishkorlarning aytishicha, qishloqda 50 tonna limon sotgan oila ham bor ekan. Bu esa 1 milliard so'm daromad degani. Mullazoir Uchko'prik tumanida limonchilar qishlog'i sifatida tanilgan. Hamma xonadonda 2 ta 3 tadan so'tiga qarab teplitsasi bor. Kattaroq xonadonlarda ko'proq, kichikroq xonadonlarda kichikroq. Madiyorjon Badalboyev ham aka-ukalari bilan birga otameros sohaning sir-sinoatlarini yoshligidan o'rgangan. Ular alohida uchastkalarga ko'chib chiqqandan keyin ham tomorqalarda limonchilikni yo'lga qo'yishdi. 2015-yili ekkanmiz bu ko'chatlarni. Hozirda o'shandan beri 2 yil orada sovuq oldi, undan beri qilyapti. Shu 100 kiloga boraveradi. Yaxshilab qarasangiz bir tip limonimiz. Bu yil limonchilarning oshig'i olchi. Sababi mevalarning bozori chaqqon. Limonlarni eksportga chiqarish, ko'chat va hosilni zararkunanda hamda kasalliklardan himoya qilish bo'yicha o'simliklar karantini davlat inspektorlari bilan hamkorlikda tizimli ishlar olib borilmoqda. Bizda tavsiyalarimizga tayanganligi sababli ana bozorbop limonlar yetishtirilyapti. Limonlarimiz hozir mana qadoqlash korxonasida turibmiz. Qadoqlash korxonamizda limonlarni bir yana biz ko'zdan kechirib, inspektorlar tomonidan limonlarda lat ishi bormi, zoha ishi bormi, o'shalarni ko'rilib, sifatli mahsulot eksport qilishga ko'maklashamiz. Kuniga 1 tonnadan 3 tonna, 5 tonnagacha limon eksport qilamiz. Bundan qo'shni respublikalarimiz Qirg'iziston, Qozog'iston va Rossiyaga eksport qilamiz. Limonchilik qishloq aholisi bandligini ta'minlashda ham muhim o'rin tutmoqda. Chunki mevalarni saralash va qadoqlash bilan shug'ullanuvchi bunday markazlar qishloqda yana bir nechta bo'lib, har birida 10-15 nafardan kishi ish bilan ta'minlangan. Shuningdek, o'z tomorqasida limon parvarishlab kelayotgan Badalboyevlar oilasi kabi ko'plab xonadonlar mavsum davomida barqaror daromad topmoqda. Bilgi shu hamma aka-ukalar bu 20 tonnani hisobida qilib turibmiz. O'zimda shu to'y qildim, o'shandan oldin 3 tonna sotdim. Demak, aka-ukalar 20 tonna limonni 20-30 ming so'mdan sotishsa, 400-600 million so'm daromad keltiradi. Mirishkorlarning aytishicha, qishloqda 50 tonna limon sotgan oila ham bor ekan. Bu esa 1 milliard so'm daromad degani. Dehqonchilik, chilikchilik, bo'lib qolsa mo'l-ko'lchilik, bo'lmay qolsa yo'qchilik deganlari shu bo'lsa kerak. Ana shunaqa. Mullazoirda limonchilik oilalar iqtisodiyotini ko'tarib turuvchi muhim yo'nalishga aylangan.